O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Maxsus forma kiygan o'quvchilar, tengdoshlaridan ajralib turgan bu shavvozlar yosh qutqaruvchilar. Uchko'prik tumanidagi 2-sonli umumo'rta ta'lim maktabida tashkil etilgan maxsus to'garak a'zolari. Darsdan keyingi mashg'ulotlar qutqaruvchi bo'lish uchun astoydil o'zlashtirilgan saboq natijasi. Ayni jamoa kuni kecha Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan yosh qutqaruvchi 2025 ko'rik tanlovining viloyat bosqichida faxrli o'rinni qo'lga kiritdilar. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan yosh qutqaruvchilar musobaqasi o'tkazildi. Bunda Farg'ona viloyati bo'yicha 19 ta tuman shahar qatnashdi. 6 ta shart bo'yicha kurashildi. Bunda bizni 2-umumo'rta ta'lim maktab lochinlar jamoasi faxrli 3-o'rinda olishdi. Viloyatdagi kasb-hunar texnikumlari hamda umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan yosh qutqaruvchi musobaqasida jami 25 ta jamoa 200 nafar ishtirokchi ichidan munosib o'rinni egallagan jamoa a'zolarini g'oliblik bilan taqdirlash maqsadida o'zlari tahsil oladigan 2-maktab binosida tadbir tashkil etildi. Kecha eshitib juda xursand bo'ldik. Muhtaram prezidentimizni berib turgan sharoitlari bu e'tiborlar yoshlarga hammalaringni tabriklayman. Kelajakda yaxshi bundan ham yaxshi o'rinlarda olinglar. Maktab pedagog jamoasi hamda o'quvchilar ishtirokida yosh qutqaruvchilarga tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i tomonidan faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Menga eng qiziq bo'lgani bu meditsina sharti bo'ldi, chunki biz unga yaxshilab tayyorgarlik ko'rgan edik. Bu yerda amaliy mashg'ulotlar bajargan edik. U yerga borib ham bilgan savol-javoblarimiz tushdi, ularga lo'nda va qisqa javob berdik, tayyorlangan edik. Biz yanada musobaqalarga qatnashib, o'zimizni tajribamizni oshirib, keyingi musobaqalarga ham faxrli birinchi o'rinlarni olishga harakat qilamiz. Har yilgiga nisbatan hayajonli bo'ldi. Ishtirokchilar juda ham ko'p edi, shahar tumanlardan kelgan. Shu hayajonlarga, qo'rquvlarga qaramasdan musobaqada faxrli o'rinni egalladik. Eng yosh qutqaruvchi qiz, eng ilg'or jamoa, shijoatkor jamoa nominatsiyalari asosida 5 ta shart bo'yicha o'z mahoratlarini ko'rsatib, faxrli o'rinni egallagan aynan 2-sonli maktab o'quvchilarining bu yutuqlari kelgusida ularni yanada yuqori cho'qqilarni zabt etishga bo'lgan ilk qadamlardan biri ekanligiga va bu yutuqlar bardavom bo'lishligiga ishonamiz. Zero ular shijoati baland, qat'iyatli va kuchli yosh qutqaruvchilardir. Feruza Jumaboyeva, Furqat Mullayev, Vaqt informatsion dasturi uchun.